Shunaqa darajada aldadiki, qanaqa qilib men uni qo'liga 213 million so'm pulni berib qo'yganimni bilmayman. Kiber jinoyat qurboni bo'lib qolayotgan fuqarolar haqidagi xabarlar tez-tez qulog'imizga chalinmoqda. Shu sababli odamlarni ogohlikka chaqirish maqsadida ushbu voqea haqida gapirmasak bo'lmaydi. Toshkentda 30 yoshli ayol Telegramda guruh ochib, odamlarni aldab, ularning katta miqdordagi pullarni o'zlashtirib, firibgarlik jinoyatini sodir etdi. Zararimizni ham qoplab bermadi 9 oydan beri. Bekorga sarson bo'lganimiz qoldi shuncha pulga. Ish hujjatlariga ko'ra 1995-yilda tug'ilgan ayol Telegramda boyvachchalar nomli guruh ochib, qonunga xilof ravishda o'zganing juda ko'p miqdordagi pullarni o'zlashtirishni maqsad qilib, jinoyatga qo'l uradi. Biz endi bu ish haqiqatan zararsiz deb o'ylagandik. Afsus, aynan jinoyatiga nuqta qo'yildi, chunki tergov davomida ham bu qiz imенно shu trading bo'yicha gruppalarda bemalol yurgandi. Umuman jinoyatidan afsuslanmagandi. 10 yillik tanishimdan aldandi. Men ortiqcha gapirib o'tirmoqchi emasman. Trading, aynan shunaqa trading bo'yicha sizlarga aloqaga chiqishsa, o'zingizlarni qarindoshingiz yaqin yili bo'ladimi, umuman ishonmanglar. 1 million tikasizmi, 2 million tikasizmi? Qachon bilmadim, bitta uzuk esdalik uchun. Shu uzunni puli bo'ladi. Uzunni olib dastavka qilib chiqarib beramiz. Bitta narsani aytmoqchiman, shu odamlarga bitta narsani ikkita qilib beraman desa, hech qachon ishonmayman. Bunaqa firibgarlar hech qachon o'zini firibgar deb o'ylamas ekan. Mana shuncha pashti 1 yil bo'lyapti, qatnashgan bo'lsa, o'zini hech ham aybdor his qilmadi. Ish hujjatlariga ko'ra jabrlanuvchilar soni 50 dan ortiq kishini tashkil etgan. Moddiy zarar esa salkam 4 milliard so'm. Jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudida bo'lib o'tgan sud majlisida ayolga nisbatan quyidagicha jazo tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismini A bandi bilan aybli deb topilsin. Davomga Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, Jinoyat kodeksining 50-moddasi 6-qismi tartibida 6 yil 8 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 62-moddasiga asosan 2025-yil 22 avgustdan 2025-yil 27 avgustga qadar qamoqda saqlangan har bir kunini ozodlikdan mahrum qilishni bir kuniga tenglashtirib hisobga olib, uzul kesil 6 yil 7 oy 24 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudyaning hukmidan men juda ham roziman. Juda ham to'g'ri qaror qildilar. Shu odamlar aldanib qolmanglar. Trading bo'yicha sizlarga aloqaga chiqsa, o'zingizlarni qarindoshingiz yaqin yili bo'ladimi, umuman ishonmanglar. Aks holda siz ham firibgarlik qurboniga aylanasiz.